Xolid Husayniy "Shamol ortidan yugurib". Asar Pushtun millatiga mansub Amir ismli bola nomidan yoziladi. U o'ziga 4 oilada katta bo'ldi. Otasidan e'tibor va mehr kutib ulg'aygan Amirning yagona do'sti Hazora Hasan edi. Garchi Hasan kamchilikni tashkil etgan bo'lsa-da, doimiy kamsitilgan millat vakili bo'lsa, Amirning otasi unga yaxshi muomala qilar, sovg'a-salomlar bilan ko'nglini olar edi. Bu esa ko'pincha Amirda otasini Hasandan qizg'onish hissini uyg'otardi. Hasan esa Amirga nisbatan sodiq bo'lib, uni o'zining yaqin do'sti hisoblab, har doim himoya qilib keladi. 1975-yilda Kobulda odatdagidek varraklar uchirish musobaqasi bo'lib o'tadi. Shartlar bo'yicha havoda uzoq turgan varrak egasi g'olib bo'lishi kerak edi. Amir agar g'olib bo'lsa, otasining e'tiborini qozonish mumkin edi. Musobaqada Amir va Hasan g'olib bo'lishdi. Ularning varraklari havoda eng uzoq uchgan varrak bo'ldi. Lekin endi yerga tushgan varrakni topish ham kerak edi. Bu narsada uddaburon bo'lgan Hasan varrakni qidirib ketadi. Ancha vaqtgacha Hasanning qaytishini kutgan Amir uni qidirishni boshlaydi. Yomon xulqqa ega Asif Hasanni tahqirlayotganini ko'rib qoladi. Voqealarni yashirishga kuzatayotgan Amir qo'rqqanidan bu ishga aralashmadi. Do'stini yonina olmadi. Amir bu voqealarni hech kimga aytmadi. Hasan Amirni ko'rmagan edi. Hasanning oldida o'zini aybdor deb hisoblagan Amir, garchi Hasan u bilan do'stona aloqalarda bo'lsa ham, u bilan aloqalarni uzishga qaror qildi. Buning uchun u o'ziga sovg'a qilingan soat va pullarni olib bilintirmay Hasanning yotog'iga tashlab qo'ydi. Nima bo'lganini tushungan Hasan barcha aybni bo'yniga olib, bu safar ham haqiqiy do'stligini isbotladi. Bo'lib o'tgan voqealar uchun Hasanni kechirgan Amirning otasi Hasan va uning otasi Alidan uydan ketmaslikni iltimos qildi. Lekin ular baribir Amirning uyini tark etishdi. O'sha yili Sovet ittifoqi Afg'onistonga o'z qo'shinlarini kiritadi. Urushdan qochgan Amirning oilasi Amerikaga ko'chib ketishadi. Oradan vaqt o'tib, Amir o'sha yerda kelib chiqish muhojirlar oilasidan bo'lgan qizga uylanadi. Haqiqatlarning oshkor bo'lishi. Amirning otasining do'sti uning o'limidan so'ng haqiqatni Amirga oshkor qiladi. Hasan bilan ular aka-uka ekanligini aytadi. Baxtga qarshi Hasan ayoli bilan Tolibon tomonidan o'ldiriladi. Lekin uning Suhrob ismli farzandi bolalar uyiga tushib qolgan edi. O'z aybini yuvish maqsadida Amir Suhrobni qaramog'iga olmoqchi bo'ldi. Ona yurtiga qaytgan Amir vayron bo'lgan shaharda Suhrobni topa olmaydi. Uni ham boshqa bolalar qatori olib ketishgandi. Amir o'sha Tolibonni topdi. U bolalikdan ularni haqoratlab kelgan Asif edi. Xolid Husayniyning "Shamol ortidan yugurib" asarini Buxoro viloyat axborot kutubxonasidan topishingiz mumkin.